Do'stlar, biz Pastdarg'om tumani Oshiqota mahalla fuqarolar yig'inidagi Oshiqota qabristoniga keldik. Bu yer ham qabriston, ham ziyoratgoh hisoblanadi. Qani ketdik. Mana yozib qo'yibdi. Oshiqota MFI va Oshiqota qabristoni. Mana bu yerda bitta quduq ham bor ekan. Mana bunday olasiz. Bu yerda bir quduq chiqar ekan. Menimcha mana buni bo'lsa chiqsa kerak. Mana shunday bir mana shu yerlardan suv chiqsa kerak. Bu quduq rahmatli Ashraf Ahrorqulovning sharafiga xotira uchun bunyod etilgan. Uchta tilda yozib qo'yibdi ekan. Endi ichkarilarga kirib ko'ramiz. Mana endi ichkarilarga kirib ko'ramiz. Valla men qolib ketaman. Mana shunday bir chiroyli, go'zal va obod qilib qo'yibdi. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda masjid joylashgan ekan. Bu yerda namoz o'qilsa kerak. Yana oldinga qarab. Amaki, mana shu Oshiqota tarixini bilasizmi? Oshiqota borimiz, xudo nasib qilsa, ukalar bizlar ham eshitganimiz, u 7 yashar pillada onadan yolg'iz chiqib ketgan ekan. Aha. Buni Oshiqota deydi, bu Xudoga oshiq bo'lgan bu odam. Xudoga oshiq. Xudoga oshiq bo'lgan. 7 yasharda shu chiqib ketgan onadan yolg'iz bo'lib, Xudoni ko'rish uchun. Aha. Xudoni ko'rgan deydi, bu Xudoga oshiq bo'lgan bu odam. Aha. Bular 6 ta aka-ukalar. Oshiqota, Nurota, Hazrat ota, Ko'ktosh ota, Suyal ota, Chilla ota, Mushkul ona ham shu odamning singlisi 7-chisi. Aha. Hammasi sho'rda o'zida. Suyal otamiz sho'rda, Ko'ktosh ota sho'rda, Oshiqota bobomiz sho'rda, Mushkul onamizda menda xudo nasib qilsa qani bir joydan ayon bo'lardan sho'rda. Mushkul ona hali bu yerda chiqmaganmi? Yo'q, Mushkul onani menda sho'rda deb odamlar faraz qilyapti, bilmaymiz. Aha. Burada endi 4 ta rayonimiz sho'rga ziyoratga keladi. 5-inchisi Sovetobod, Nurobodlar keladi. Oqdaryo, Istiqon, Pastdarg'om, Kattaqo'rg'on, Nurobod, hammasi odamlar sho'rda uka. Kuniga ziyoratda, mana ko'ryapsiz, oldiga boslanib ko'radi, juda boshqacha qilib ko'tardi. Ta'mirlash ketyapti ekan, ha? Ha, hokim bobomiz bu chetdan keyin hokimga juda katta bir o'zgarish qilib beryapti. Aha. Rahmat hokim boboga.